Parijda yurar ekansiz, nima ish qilasiz dedi. Non o'zbek. Pakistan? Parijga kelmiz, shu Eiffel minorasining tepasiga chiqmasak, uyat bo'lar, to'g'rimi? Qaq ketamiz? Tepaga xudo xolos. 280 metrda Eiffelni tepasiga chiqdik. Eiffel minorasiga ham chiqib oldik guruhimiz bilan. Aziz aka, sizga yoqyaptimi? Yo'qdi aka, yo'qdi. Rahmat. Gap yo'q. Valvalin kompaniyasiga rahmat. Aka, siz nima ish qilasiz? Mo'ychiman aka. Necha yildan beri? 2008-yildan beri. Qayerga boramiz? Germaniyaga boramiz aka. Germaniyaga boramiz. Gollandiyaga boramiz. O'zi Gollandiyaga nimaga boryapmiz, bilasizmi? Valvalin zavodiga boryapmiz aka. Valvalin Amerika brendi, 150 yillik tarixga ega, to'g'rimi? Hammamiz bilamiz. Lekin Gollandiyaga Valvalin zavodiga ketyapman deyapsiz. G'alati emasmi? Akalar, agar sizlar ham bilmasanglar, Valvalin brendi Amerika brendi hisoblanadi, lekin Gollandiyada quyiladi aka. Gollandiyada quyiladigan zavodi bor. Bizga keladigani, bizga kirib keladigani aynan Gollandiyada quyilgani kirib keladi, chunki transportirovka, ya'ni logistika arzon bo'lib, narx ko'tarilib ketmasligi uchun. Amerikada ham zavodi bor. Agar uni olib keladigan bo'lsak, narx ko'tarilib ketadi. Sifati lekin bir xil. Borib, o'sha sifatini o'z ko'zimiz bilan ko'rib kelamiz. Keyin bemalol mijozlaringizga tavsiya beraverasiz-da. Men javob ko'rganman, to'g'rimi? Xudo xolasa. Aka, sizcha nima ish qilasiz? Moy sotaman men. Necha yildan beri? 20 yildan beri. 20 yildan beri moy sotasiz. 2022. Demak, moy yaxshi tushunasiz, deydi. O'zbekistonga kirib kelganda ham sotamiz Valvalinni. Xo'p, aka, vashi sotayotgan paytingizdan beri mijozidan qanaqadir e'tiroz bo'lganmi Valvalinga? Bo'lmagan. Yo'q. Xorazmdanman. Xorazmdanmisiz? Gurlandanman. Moychiman. Hamma moychilar yig'ilibdi-da, o'zi bekorchilar. O'zbekistonda kimdir qoldimi, moy kimdir almashtiryaptimi? Qoramizda eng kam gap uyalchiyan akamiz. Siz nima ish qilasiz? Moychi biz 2001-yildamiz. Joyingiz qayerda? Qo'qonda. Xudo xohlasa, agar kuzatayotgan bo'lsanglar, sizlar bilan ham mana shunaqa Yevropalarga birga sayohat qilish hammamizga nasib qilsin. Valvalin kompaniyasini biznes hamkorlari, ya'ni O'zbekistondagi gigant moychilar bilan Yevropa sayohatiga kelganmiz. Uje Parijda bir necha kundan beri aylanib yurimiz. Bundan keyin bugun oxirgi kunimiz. Bundan keyin Germaniyaga Kolnga ketamiz ertaga ertalabdan va undan keyin Amsterdamga, Gollandiyaga Valvalinni quyiladigan, ya'ni ishlab chiqaradigan, qadoqlaydigan zavodiga tashrif buyuramiz. Eiffel minorasidan, Parijdan hammaga alangali salom.